Mashina va bu samolyot. Bu narsalar xuddi menga tanishdek. Aka, men poyezd bo'lay? Yo'q, men bo'laman. Ikkalangiz ham poyezd bo'lasiz. Birinchi Leylay bo'lsin. Keyin sen bo'lasan Gumin. Xo'pmi? Xo'p, aka. Aka, nahotki o'sha aka men bo'lsam. Tumor. Nega u xuddi menikiga o'xshaydi? Gumin, stolimdagi tender hujjatlarini olib hoziroq menga yetkaz. Faqat tezroq. Tender guruhimizning taqdiri shunga bog'liq. Go kompaniyasi bosh ofisi. Bu onamni yagona o'yinchog'i. Ushlashga kim ruxsat berdi, ha? Hali o'g'rilik qilishga o'tdingmi? Seni o'ldiraman. Men o'g'irlaganim yo'q. Bunaqa tumor menda ham bor. Janob Gu, o'tinaman, uni urmang. Suyetsin. Hech narsani o'g'irlamadim. Mana u tumor. Uni qayerdan olgansan? Oyim yaxshilik qilib o'z ofisidan ish berdi. Unga javobingiz shumi? Akamni yagona rasmini sindirgani yetmaganday, o'g'rilik ham qilyapsanmi? Endi onam ham, opam ham sizlarga yordam bera olmaydi. Ikkingizni ham o'ldiraman. Janob Gu, menimcha tushunmovchilik bo'lyapti. O'z ko'zim bilan ko'rgan narsani tushunmovchilik deyapsanmi? Kim bor? Ikkalasini sudrab chiqib, o'lgunicha sabalanglar. Kompaniyadan yo'qotinglar bularni. Qo'y bor. Suyetsinga tegmanglar. Oyim tender hujjatlarini so'ragandi. Lekin qani ular? Ikkalangni ham o'ldiraman.